Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlarim, yaxshimisizlar? Sog'lik, yaxshimi, zo'rmisizlar? Bugun 8-mart. Barcha xotin-qizlarni bayram bilan tabriklayman. Va shu bayramni kelib chiqishini men aytib o'tmoqchiman. Har kim har xil gapga yuribdi-da, yengiltak ayollar namoyishi deb chiqdi bir xillar ilmni bilmay turib, nima bo'lganini bilmay turib, har kim har xil gap tarqatyapti-da 8-mart haqida. 8-mart qanday bayram bo'ldi? 8-mart kelib chiqishi Kopengagen shahrida 1910-yil Klara Setkina degan ayollar bilan erkaklarning huquqini, ayollar o'sha yillarda, undan oldingi yillarda ayollarning huquqlari juda toptalgan edi. Juda ayollarga e'tiborsizlik qilib, ayollarni e'tiborsizlik huquqlari toptalgan yillar edi. Ayollarning huquqlarini talab qilib, o'sha katta bir kongress edi, o'zimiz tilda majlisda chiqib ayollarning huquqini himoya qilgan ayol, o'sha 8-mart kuni himoya qilgan ayol. Yana u yengiltak ayollarni namoyishi deb aytdilar, o'rdan berdan eshityapmiz. U yo'q, u yengiltak ayollar namoyish qilmagan. 1915-yil 1914-yil Birinchi jahon urushi boshlangan. 1915-yilda urushga bolalarimizni, erlarimizni yubormaymiz deb urushga qarshi chiqqan va o'sha davlatlarda, o'sha urush bo'ladigan davlatlarni, urush qiladigan davlatlarni ayollarini ham da'vat qilganda namoyish qilib chiqqanlar, biz erlarimizni urushga, farzandlarimizni urushga yubormaymiz deb. Mana shu 8-mart ayollar huquqini Klara Setkina degan himoya qilib chiqqan kun kongressda. Mana shunaqa bayramlar, ko'p bayramlar borda, hammasini botil bayramga chiqarib yuboraveradilar. Unaqa bayram, bunaqa bayram, botil bayramlar yo'q bo'ladi. Mana 1-may yo'q bo'ldimi? 7-noyabr ketdimi? Botil bayramni Allohning o'zi yo'q qiladi. Men demoqchi bo'lganimki, mana yangi yilda ham biz uchun harom, biz uchun harom deydilar. Nimaga harom siz uchun? Yangi yil Allohga bir ahli ilm aytuvdi. Yangi yil Iso alayhisalomdan boshlanadi, melodiy yil. Hijriy yil Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hijrat qilgan yillaridan boshlanadi. Shu uchun melodiy yil Iso payg'ambarga borib taqaladi-da. Shu uchun buni kelib chiqishi qanday deb o'ylaysiz? Qur'onda bir oyat bor. Alloh aytdi, Iso alayhisalom Allohdan so'radi: "Ey Allohim, bir osmondan dasturxon tushir. Bir bayram qilib ber. Bu avvali oxiri bo'lsin" dedi. Shu yangi yil mana shu bayram, Iso dasturxon osmondan tushirgan bayram. Aslida boshida insonlar dasturxon yozib, Iso alayhisalom keladi, Isoni yerga qaytadi deydilar. Qaytadi degan nima bo'ladi? Qaytilishi kutilmoqda Isoni. O'sha Iso alayhisalomni qaytadi deb dasturxon yozib, Iso alayhisalom kutilgan boshida. Yildan yilga o'tishda. Mana bu yil keladi Iso, mana shu yil keladi Iso deb dasturxon qilib Isoni kutilgan. Yillar o'tgandan keyin bu narsa shu har xil ateistlar, dinsizlar, kufrdagilar tomonidan Qorbobo, Santa Claus bir nimalar aylanib ketgan. Lekin boshida aslida Iso alayhisalom kutilgan dasturxon yozilib. U yildan bu yilga o'tar kechasida. O'sha Iso alayhisalom so'ragan bayram bu. U avvali oxiri dedi Alloh. Allohdan so'radi. U avvali oxiri bo'lsin dedi. Bir osmondan dasturxon tushir dedi, bir bayram qilib dedi. Mana shu bayram, yangi yil. Endi Rojdestvo deydi, unsi deydi, ko'p adashgan nasroniy Isoni Xudoning o'g'li degani uchun Rojdestvosi harom deyaptilar. U bu deydilar, lekin Iso Xudo emasda, Iso Xudoning o'g'li ham emas, Iso payg'ambar. Iso ibn Maryam payg'ambarda. Shuning uchun har xil fikrlar bo'ladi, har xil fikrga chalg'ib ketmang. Bayram bilan yana bir bor tabriklayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.